Menimcha videoni tezroq o'tkazib yuborganingiz yaxshi. Ironliklar juda ham ko'p o'zbeklarga hype qilib turgan paytda o'shalarning videosiga ham like bosadigan o'zbeklar juda ham ko'p. To'g'ri, tan olishimiz kerak, biz o'zbekmiz, lekin o'zbekligimizni hech qachon yo'qotib qo'ymaymiz, chunki ichimizda hali ham yaxshi odamlar, ila hamma narsani tushunadigan insonlar juda ham ko'p. Bu yerda juda ham katta hype ketyapti va hype'lari juda ham zo'r o'xshayapti, lekin bizani o'zbeklarda ichimizda juda ham zo'r o'ynaydigan o'yinchilarimiz otishib video qo'yadi, boshqa qo'yadi, lekin borsa 300 ta yoki 200 ta like yig'adi. Nima uchun yangi chiqayotgan content makerlar hammasi contentini to'xtatib, sekingina boshqa ishni qilishga o'tib ketib qoladi, chunki sababi bizda paddishga yo'q. Onasini emsam o'sha bitta dona like bosgan erinib turgan qo'lingiz bilan ertaga bizani content makerlar yorib tashlaydi, boplab tashlaydi deb aytishga qanday qilib ichingizda bir kuch topasiz, hayron qolaman. Sizlardan bir narsani so'rab qolardim. Mani paddishga qilinglar demayman, lekin yangi chiqayotgan odamlarni, yangi content makerlarni videolarga like bosgani qo'linglar umuman orinmasin, chunki hammasi o'tkinchi dunyosida like bossanglar, bizani haqiqatan ham kartamizga pul hech kim tashab bermaydi. Hammalarga omad.